Yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shunisiz. Voy, shu muzikayni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan hozir sezonda? Prikol qilmang dadam aka. Bo'ldi, jonga ham tegdik, sen bir sevmay ekan. Seni dastingda mana onam bechadan qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi, hamma narsani sindirding. Dada. Halo, o'liz zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi, qachon bo'ladi? Sog'lom hayot. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qilyapsiz? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo'q, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Meni sevishgilar. Shunisiz kimga tortdi? Raddonda nito tortgan. Ha? Aksher nito tortgan. Odammasman qo'rqsam, odammasman. Kompot bolam sinmaydi u. Nimaga sinmayapti buningiz? Ya uydagi hamma oynalarni sindirgandan keyin polni akva romlardan qo'ydirdim. Ana shovqining qo'shnilarga eshitilyapti ekan. Bu romlarda eshitilmaydi. Baquvvat